think about is you. Don't stop and you come on. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona Marg'ilon shahrida agrotexnika do'koni Zaynabda videolarni olyapmiz. Hozirda biz motovoylarga skidka qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni arzon narxda, ya'ni shu 200 ming so'mlik bonus skidka davom etmoqda ekan. Ko'rishingiz mumkin. 17 ot kuchlilar, 15 ot kuchlilar va salarkada 17 ot kuchlilar bor ekanlar. Bu tomonda 7 ot kuchlilar oddiysidan, Kentavr firmasi va statorlilardan bor ekanlar. Hozir bilan to'liq qilib obzor qilib ketamiz. Sizlar bundan oldin kanalimizga like bosasizlar, obuna bo'lasizlar va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar. Shunda sizlar 200 ming so'm bonus ega bo'lasizlar ekanlar. Shunda boshlaydi ekanlar. Va yana bitta narsa tanishtirib o'tiraman. 200 ming so'm bonus ketgandan keyin bitta agat ham qo'shib beramiz ekanlar. Agat yoki kartoshka bo'ladigan qo'shib beramiz ekanlar. Unda boshlaydi ekanlar. Birinchi o'rinda 7 talik oddiysidan tanishtirib o'tiraman. O'tgan safar kattadan kichikka o'tganda, endi kichikdan kattaga o'tamiz. 190, 170 F motorli 900 оборотli bo'ladi. 2025-yilda narsasi aslatga eski narsa emas, korobkalar ancha katta qilib ishlangan. Kentavr firmasini mana bu o'chiradigan datchiklarini nima deb so'raydiganlar uchun o'chiradiganini bu qo'yaversangiz o'chadi mana. 3 ta skorskiga oldingi 2 ta, orqaga bitta zadniy skorsilari bor ekanlar. Motorlar 170 F motorli, vozdixlari maslinidan bo'ladi ekanlar. Narxi qancha ekan deyiladi? Narxi 3 million 600 ming so'm. O'sha narxda qolgan va bitta bonus kartoshka bo'ladigan 200 ming so'm bonus ketganlari bilan. Keyingisi akalar Skyline firmasini bokilar 4 litrli bo'ladi. Vozdixlar 2 ta qalin katta vozdixdan bo'ladi akalar. Motorlar 170 F motorli, 7 ot kuchli bo'ladi. Mana yerga yozib qo'ygan. 950 mm, ya'ni karovkan kattaligi kilovati 5 kilovat, ya'ni 7 ot kuchli motor bo'ladi, kilovatiga 5 kilovat bo'ladi. O'zida maslahatchiga ega bo'ladi. Ya'ni maslahatchi nima ukam deyiladi? Maslahatchi motorda masla tugab qoladigan bo'lsa yoki maslisi, ya'ni yog'i eskirib qoladigan bo'lsa, avtomatik motorni o'chiradi. Qachon shu yog'ini almashtirib va yangilasizlar, keyin yonadi. Oldi dugalari ham ancha qalin qilib ishlangan. Mabodo oldiga bir nagib kelgan bo'lsa, motorga o'tkazib yubormaydi ekanlar. Ballonlari 400 ga 8 shoroka ballondan bo'ladi. Narxi qancha ekan deyiladi? Narxi 3 million 900 ming so'm. Shu narxda ichida bitta agat, bitta kartoshka bo'ladigan va 200 ming so'm bonus ketganlarini qo'shib beramiz ekanlar. Keyingi motoblogimiz 15 ot kuchli Excalibur, ya'ni Tiger motoblogimiz bo'ladi. Vozdixlari ancha katta qilib ishlangan, masliniy bo'ladi. Buni ham vozdixga yurishtiriladi, setkali, ya'ni ovoz uncha pastroq ovoz bo'ladi ekanlar. Bunda ham 3 ta skors, ya'ni oldingi 2 ta, orqaga bitta zadniy skorsalar bo'ladi. 190 F motorli ekanlar, ko'rishingiz mumkin. 2005-yil narsasi ekanlar, bu aslatga narsa emas. 600 ga 12 Cherokee katta ballonlardan joylashgan bo'ladi. 612 ekanlar. Ancha qalin ballonlardan joylashgan bo'ladi. Karobkalar ham ancha katta ekanlar, ko'rishingiz mumkin. Karobkalar ancha ham katta qilib ishlangan. Hozir qishloq xo'jaliklar bor, ya'ni ijodga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi ekanlar. Bu rullari uzunligi hisobiga orqasiga 120 ijodga bemalol tushadi ekanlar. Benzin bokilar 5 litrli bo'ladi. Akkumulyatorlari 12 voltli katta akkumulyatordan bo'ladi. Narxi akalar 7 million 600 ming so'm. Albatta kam bor. Shu 200 ming so'm ketganlar. Oldinda esa dugalar joylashgan bo'ladi ekanlar. Ya'ni bu oldindan bir taraf-tarafga devor yuriladigan bo'lsa, o'sha motorga o'tkazib yubormaydi ekanlar. Keyingisi 192, ya'ni 17 ot kuchli Kentavr Skyline firmasiniki oldida 4 ta led faralar joylashgan bo'ladi. Vozdixlari masliniy katta vozdixdan joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ancha katta vozdix ishlamashi, o'zining gufkalari bor. Bu motorga chang o'tkazib yubormaydi umuman akalar. Buni ham yurishtiriladi, setkali, ya'ni ovoz ancha past. 192 17 ot kuchli akalar, ko'rishingiz mumkin. Motorlar, akkumulyatorlarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda, keyin motorlarini. Akkumulyatorlar akalar, ko'rishingiz mumkin, 12 voltli katta akkumulyatordan joylashgan bo'ladi. Ancha katta bu. Geliv akkumulyator o'zini o'zi zaryadga qiladi akalar. Buni ham ballonlari 612, orqasida qishloq xo'jaliklari bor. Bunga ham bemalol jatga qo'yib ishlatsa bo'ladi. 120 jatga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Rollarni ko'rishingiz mumkin. Rollari ancha ham uzun. Bemalol jatga yurib ishlatsa ham bo'ladi. Statorli akalar, kaltki zavod bo'ladi. Mana bu yerda statorlar joylashgan akalar. Narxi qancha ukam deydiganlar uchun narxi 8 million so'm akalar. Shu narx ichida bitta kartoshka bo'ladigan va 200 ming so'm bonus ketganlari bor. Keyingilari 190
Bunun üstü 190 F ko'rishlari mumkin. 15 ot kuchli, statorli va satanetli, ya'ni 360 gradusga buriladigan motoblokdan joylashgan. Motoblok bo'ladi. Bu karofkalari ancha kattaroq qilib ishlangan ko'rishlari mumkin. Ya'ni bu 360 gradus burilishini hisobiga ancha katta qilib ishlangan ekan. Narxi akada 9 million 300 ming so'm, albatta kami bor. Keyingisi akada 192, mana buni ham shu 360 gradusli satanetli bo'ladi. Akkumulyatorlar ko'rishlari mumkin. Akkumulyatorlari 12 voltli bo'ladi. Ham akkumulyatorlar gelli ancha katta qilib ishlangan ekan. Mana bu yerda starterlar joylashgan, starterlar ancha katta. Akalar buni narxi 9 million 600 ming so'm, albatta kami bor. Shu videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib keling akalarimiz uchun. Kamini yechtirib beramiz akalar. Manzilimiz Marg'ilonda, ya'ni Marg'ilon sentrda joylashgan. Bemalol 90 851 6 nomerlarga bog'lanib kelishingiz mumkin akalar. Jonlar sog' bo'lsin.